Doston aka 2025-yilda aka oxiringi bomba videosini qilib beramiz bugun aka. Xudo xolasa uka 2026da ham shunaqa ishlash nasib qilaversin. Nasib qilsin iloyim siz bilan 2025-yilda ozmi ko'pmi ko'p ishlarni qilardik aka. 2026-yilda iloyim bundan ham zo'r kelsin. Hammamizga baxt omad olib kelsin aka. Xalq xizmatidan to'xtamaymiz. Bugunga semental bazm ekan. Sizga o'tgan videoda aytganman, yangi yil kuni bitta bomba video qilib beraman deganman. Asartuvik qilib to'pladim aka, semental, limuzin, rossiski. Sistemgisidan so'raganlarga ham sistemgilari ham bor aka. Soni oz, sifati kuchlilaridan. Sifati kuchli. 2 dona semental xudo xolasa, sistemni buzog'imiz ham bor. Sistemni buzog'imiz ham bor. Bo'g'ozimiz ham bor aka. Go'zallar dahshatlarni olib kelib qo'ydik. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, kelishilgan holatda. Vodiyga besqilatning. Bunday qilaylik. Bugun xudo xohlasa mana yangi yil, mana 2025-yil tugayapti, oxirgi kunda turibmiz. Vodiy bo'ylab emas, Toshkentgacha dastavkasi ichida ekan mana. Mana aka-ukalar. Toshkent bo'yicha xudo xolasa Toshkentgacha. Toshkentgacha dastavkasi ichida. Qolgan joylarga ham bor, xudo xolasa kelishilgan holatda. Manzillarimiz Andijon viloyat, Sharxon tuman, O'rta Sharxonda mana Ilhomjon, Ibrohimjonlarda fermasiga yetib keldik. Mana onimiz Bo'g'oz, ashvetimiz. Bo'g'oz aka, u 7-oyga o'tgan. 7-oyga o'tgan. Xudo xolasa aka-ukalar 2 oy, 3 oy mehnatini qilasizlar, yoniga bolasi tushadi. Asa ko'klamga chiqqanda bolasi ham o'tadigan bo'ladi. Qaysi biridan ketamiz aka? Aka bo'lmasa sementallardan boshlayveramiz. Bitta. Sistemlarni ham bitta ko'rsatib berdi mana. Aka-ukalar sistemni uzoq so'raganlarga sementalni xudo xolasa pachkalari, yuzga yuzlari. Xudo xolasa bular haqida ham ma'lumotlarni berib o'tamiz. Yo, sistemgilardan boshlaylikmi, sistemgilarni oxirida chiqaraylikmi? Farqi yo'q aka. Ashuni necha sistemgilar bitta skidga narxda qo'yib beraman aka. Mana aka-ukalar, bular to'liq o'tga kirganda bu yog'i hammasi. 5 oylik toza to'qol variantidan avstriyskiy semental xunajinimiz. Xunajin. Kelib ko'rishib olaveradi ham. Oyoq qo'llari toza, oq tumshuq, oq kiprik aka. Zo'r. Go'zayni ko'ryapsiz. Sifati kuchli o'taylar. Oq tumshuq. Biror joyda qora nuqtasi yo'q aka-ukalar. Behijolat olaverasizlar. Orqalari pachka 4 son narsa. Xudo xolasa sigir bo'lganda ham bir 70-80 millionlik chiqarishyapti-yu. Shunaqasidan qilishib olsin, to'g'rimi aka? Xudo xohlasa nasib qilsa hammamizga aka. Xudo xolasa. Kimga bersak orinib sotmaganmiz shu paytgacha. Bizda olib baraka topishsin, biz xursand bo'lamiz aka. Mana aka-ukalar, endi atrofga solishtirib, bozorlarga bir ko'rib berasizlar, lekin bozordan qimmat yoki arzon demaymiz, lekin ishonchliligi xudo xolasa 100 talik, to'g'rimi aka? 100 talik aka. Yeb-ichishga, sog'lomligiga hamma yo'q, garantiya aka. Sementalda tayyordan tushib qolgan xunajini ham $1000 yo'q hozir aka. To'g'ri. Bu necha oylik dedingiz? 5 oylik. 5 oylik pul-chi aka. Sut beray, sut qanaqa qilib katta qilib olaman, sut berib qondan oritib boraman, unaqa fikr bo'lmaydi. Keladi Selyosga payani. Qo'lida nimasi bor? Hamma yo'qni beraveradi, yeyaveradi aka. Narxigami? Bomba narxda qilib beramiz. 18.500.000 so'm ozgina kami bor aka. 18.500.000. Kami xayri bor, xudo xolasa kelishadigan joyda. Endi aka-ukalar naslli narsa shunaqa narxi balandroq bo'ladi. Sababi beradigan hosili ham shunga yarasha, to'g'rimi Ilhomjon? To'g'ri aka. Orqa ketlari zo'ridan xudo xolasa. Shoxli varianti Doston aka. Shoxligida. Bu ham toza, mana oq tumshuq, oq kiprik, behijolat aka. Bitta mehr talab o'zi bundan bag'iga faqat et olishni boshlaydi aka. O'zingiz ko'ryapsiz sifatini. Zo'r. Hamma yo'g'iga garantiya. Mana aka-ukalar, sifatlari yaxshi, uzunligi mana oq kiprik, oq. Go'zallar ko'ryapsiz. Qora joyi yo'q, xudo xolasa. Bugun narxlarni bomba qilib beramiz. 2025-yilda bunaqa narxlar bo'lmaydi. Narxi 16.500.000 so'm semental aka, 6 oylik. 16.500.000. 16.500.000 so'm, yana kami bor. Xudo xolasa kami bor. Mana bo'zay sog'lom, hamma yo'q, yugurib yuradi. Gap yo'q. Sigirim bor, yoniga qo'shib qo'ysam bo'laveradi deganlarga. Mana aka-ukalar. Doston aka? Bu toza semental aka. Toza semental. Bu gibrid. Gibrid. Yeb-ichishga, sog'lomligiga hamma yo'g'iga garantiya, behijolat. Mana aka-uka. 35 kun, 40 kun atrofida 1 oylik bo'zay bunisi. Narxini ham bomba qilamiz aka. Sut emgisini ham kerak bo'lsa 15 million, 16 million deb qo'yishgan. Xunajinini ham, novosini qo'yavering endi. Ikkalasi ham xunajini? Ikkovi ham xunajin. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Kelishilgan holatda O'zbekiston bo'ylab ham qilib beramiz.
Narxiga bo'lsa xalqqa bo'lsa yilda oxiri 26 million so'm kami bor aka. Vodiy 26 bo'ylab dastavkasi ichida. Xudo xolasa yana kelishadigan joyi bor aka-ukalar. Mana. Xudo xolasa Bunaqa podarkani Qorboboy ham olib kelib berib edi aka. Biz aylar ko'ryapsiz. Ilhomjondan bo'ladi. Mana yurishlar. Voydot, buni qarang. Nima deyapti aka? Semental, novot rangidan. Bormi shunaqasi mana? Pachka ekan, Challalarini, paqbaqalarini qarang, buni jonivordi. Oq kiprik, oq tumshuq. Turishini qarang. Aka-ukalar yeyman deganida mana. To'shlariga qaranglar. Buni bu so'skalarini qarang, oyga odam maza qiladi aka. Gap yo'q, zo'r. Orqalari ham pachka bo'lib yotdi. Aytadi-yu, Hoji aka, bundan chiroylisini topamadim siz uchun dedi-yu mana. Aka-ukalar mana. Sifat bo'yicha ancha-buncha molni sindiradi aka. Xudo xolasa. Narxini ham bo'lma qilamiz. Bizga semental kelib qopti, boshqa sort ekan deb halidaqa narxlar qo'yib yormaymiz. Nerealni narxlar yo'q aka. 10 litrli idishdan bir 6 ta 7 tasini to'ldirib sut sotaman yoki-da bir tirikchilikka degan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana shuni olinglar, tavsiyamiz Xudo xolasa. Yaxshi ratsion, oyoq qo'llarini rejimda bo'lsanglar, Xudo xolasa beradi, aka. Bo'ladi aka. Necha oylik edi bu? Jonivor 6 oylik bo'ldi. Sutga to'ygan variantidan aka. Gap yo'q. Go'zal sifatini qarang. Aha. Eshilib yuradi o'zi ham. Pulichi uka. Narxigami? Aha. Bizga kelib qopti, boshqa yo'q aka. Biz videoda boshida aytdik, lavz. Bo'lsa xalqqa bo'lsa 2025-yilda aka oxirida shoshilamiz. Narxi 17 million kami bor. 17 million. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Gap yo'q. Mana kim qo'yib beradi bunaqa narx aka, Xudo xohlasa, lekin o'g'illanmagan bo'zay. O'g'illanmagan. Gap yo'q. O'g'il. Bo'zayni qarang, turishini jonivordi. Chiroyliligini qarang. Oldilari ham kenglar ekan. Oha. Zo'r. Xudo xolasa aka-ukalar olinglar, baraka topadigan. Limuzin ishqibozlariga Doston aka Dumba soladigandan-a? dumba soladi qonidan. Suti ham yoradi Xudo xolasa. Mana aka-ukalar. Buni haligi Estonga almashtirib qo'ymaysizlar, Xudo xolasa. Orqalarini qarang, bu jonivordi. Pachkasidan. Beliga shunday bitta tuxum qo'yadi, dumalab ketmaydi aka. Aha. Tuxumni terib tashaveradi. Idishlari ham zo'r. Yurishlarini qarang, jonivordi. Zo'r. Sifati yaxshi Xudo xolasa. Oyga odam maza qiladi aka. Gap yo'q. Go'sht yo'nalishiga ham, sut yo'nalishiga ham ketaveradi. O'ynab yuradi. Bu narsa aka zagonda o'zimiz yushab chiqqanmiz. Ko'ryapsiz. Tuzi quruq tozalangan ham yo'q. Boradi, hozir emas. Erta bahor bitta mehnatini qilib, chiroyli qilib cho'miltirib qo'yadi, shu mehnat xolos u jonivordi. Necha oylik bu? 8 oylik aka. 8 oylik. Pulichi. Narxiga 20 million 500 ming so'm. 20 million 500. Keling Doston aka, bo'lsa, xalqqa bo'lsa, mayda chuda qilmayliga 20 million so'm to'liq bersin. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Xudo xolasa. Mana aka-ukalar. 20 million kami xayri bor. Buni olib kelyapti turganlar ham unaqa narxga kamdan kam berishi mumkin, bersa agar aka. Bersa agarni. Chunki u yoqdan kelyapti turgan bitta moliya kamida bir 600-700 dollardan oshiqroq sotib ketyapti deyishyapti. To'g'ri. Ko'ryapsiz mana sifatini, boshqasini. Xudo xolasa mana aka-ukalar. Qaysi biri bo'g'ozdi bunda? Mana birinchidagi. Birinchidagimiz bo'g'oz aka. Bo'g'oz. Bunimiz krasniy postira tozasidan aka. Shunday olib boradi. Semental buqasi bo'lsa, semental buqaga, rossiyskiy buqasi bo'lsa, rossiyskiy buqaga tayyor qo'yaveradi. Gap yo'q. Iloji bo'lsa sementalga qo'ysa ham 100 talik bersa kerak-a? 100 talik beradi aka. Xudo xohlasa, avvalo Xudo. Biz oldimizdan hali 100 talik beradi, boshqa beradi deya olmaymiz. To'g'ri. Inshaalloh yaxshi niyatda qo'yishsa, buqa tushadi. Gap yo'q. Molni sifatini ko'ryapsiz. E'tiborini ko'ryapsiz aka. Ishlari hamma yo'q, yaxshi holatda, Xudo xolasa mana. Kasal tusali yo'q. Bu tirnoqlarini qarang, bu jonivorda istagan tuyoqligini buni qarang. Zo'r. Yuvoshligi ham yaxshi. Bu necha oylik yoshiga yetdimi bu? 11 oylik aka. 11 oylik. Go'zal pachkaligini qarang. 1 yashar bo'pti-da, endi. 1 yasharga olishsin aka. 1 yasharga. Gap yo'q. Uka pulichi buni? 22 million 500 ming so'm. 22 million 500. 25 million, 26 million unaqa narx yo'q aka. 22 ham deyavering endi. Nima deyapsiz? Aka, bo'ldi, sazingiz o'lmasin. 22 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasi ichida.
Voy bu bola Dostonbekni gapiga kirib 500 ming desa bular kelishyapti degan gap so'z bo'lmasin. Aha. Bugun yangi yil deganimiz uchun, sizni gapingiz uchun o'tib beryapman xolos. Gap yo'q. 22 million vodiy bo'ylab 22 dastavkasi million. ichida. Kami xayri bor. Aka-ukalar bozorga borsanglar ham u narxni aytmaydi. Mana To'g'ri gap. yuvoshligini qarang. Jonivorni, bu tutaylarini qarang, oq yeli oq tuta. Zo'r, yurgizib oling. Olib kiravering jonivorni. Gap yo'q. Aka-ukalar kelishadigan joyi bor. Endi bo'g'oz bo'lsin deganlarga mana bo'g'oz. Bo'g'oz bo'lsin deganlarga bir dona semental gibrid desak ham bo'ladi. Zo'r. Xudo xohlasa yeb ichishiga hamma yo'g'iga garantiya, sog'lomligi joyida. Uzunligi ham zo'r ekan. Uzunligi ham zo'r, hamma yo'g'i zo'r aka. Yaxshi. Bitta yechib oyoq qo'llarini ko'rsatib beramiz hozir buni. Necha oylik bo'g'oz bu? Aka bu 7-oyga o'tgan, 6 oyga to'lib, 7-oyga o'tgan bo'g'oz. Aha. Hozir yechib ko'rsatib beramiz oyoq qo'llarini Hozir aka. bir 2 oy, 2,5 oy a. Mehnat Bor qildi. 3 oy mehnatini qilishsin aka. 3 oy. O'ziga o'xshagan bitta novvoscha tushib qo'ysa aka, Gap yo'q. 1,5 oy, 2 oy yetiltirib qo'ysa 20 million bolasini o'zi ham. Mana aka-ukalar, xudo xolasa. Xunajan. Xunajin bo'g'oz. Tug'magan. Kurak yormagan hali. Buni 10 yil, 15 yil, 20 yil yaxshi mehnatini qilib bolasini olaveradi aka. Zo'r. Kurak aytishimi? Bitta ko'rsatib qo'yamiz mana. Hech ham ko'rsatmasdik mana. Bo'ladi, bo'zakishdi. Gap yo'q. 2 kurak ham bo'lgan yo'q, hali kurak aytishi yorigan ham yo'q. Bo'zakishdi. Xo'p, uka pulini necha pul aytamiz bunga? Narxiga aka 27 million berishsa, 27 million. kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Kami bor kelishadigan joyda. Aka-ukalar endi bundan tushadigan bola ham xudo xolasa yaxshi sifatli bo'ladi. Inshaalloh hosili ham zo'r bo'ladi. Qimmatroqqa sotasizlar. Aloqaga chiqinglar, kami xayri kelishadigan joyi bor. Doston aka, oxirgi molimiz. Shved ishqibozlarni ham xafa qilmaymiz xudo xolasa. Shved ham. Bilasiz, bizga hamma aytaman-ku, asartib qilib to'plab qo'yaman aka men. Endi qarang, hali qog'oz yelin deydi. Nimaga unaqa deydiganlarga mana. Ko'ryapsizlar, go'sht ma'si, lop-pullab turadigan mana. Oxirigacha. Xudo xolasa aka-ukalar mana. Hosili zo'r ekan. 3-bolasi qonundagi aka. 8 kurak molimiz. 8 kurak. Yeb ichishga hamma yo'g'iga garantiya behijolat. Behijolat. Molni ko'ryapsiz. Bu molni kecha olib kelib bugun sotyapti turgan bola emasman men. O'zingiz bilasiz, men yosh, bo'zay, hunarjin, novvoschalar bilan shug'ullanaman. Ushlab turinglar. Bu o'zimga yaxshi niyatda biz ham bo'g'oz tashab qo'yamiz, yetiltirib sotamiz-da. Obunachilaringizga endi bu yangi yillik uchun Tishtikavagidagi. Chittkavayidagi bo'g'ozlarni ko'rsatyapmiz aka. Pashti dehqonchilik-a bu, ha? Pashti dehqonchilik. Zo'r. Mana. O'zimizga kelganiga bir oydan o'tib qoldi. Uzunligi, sifati hamma yo'q yaxshi holatda. Bo'g'ozni ko'ryapsiz aka. Gap yo'q. Uka. Narxi nima? Buni qarang. Vodiy bo'ylab bo'lsa Doston aka, 27 million kamini qilib beraman. 27 million. Ay, Andijondanman. O'zim borib olib ketaman deydi qoniga 26 million so'm dastavkasi bilan. O'zi olib keta olmasin, dastavkasi bilan dedim, og'zimdan chiqdi gap. 7-oyga o'tdi bo'g'ozlik. 7-oyga o'tdi aka, doktori bo'lsa tekshirtirib olaveradi ham. Bejo'radan. Orqalari baland, korobka holatda, liniyasi hamma yo'g'i xudo xolasa toza qonli deganlarga, aka. Xudo xolasa shved, toza shved. Mana tishini ham bitta ko'rsatib beraylikmi aka? Endi kimgadir nima? Mana 8 kurak. 8 kurak. Zo'r. Aka, vodiy bo'ylab 27 millionda qoldik. Andijondanman deb o'zimizdan bo'lsa 26 million so'm. 26 million. Bunaqasi qayda bor Shvedda aka, kerak bo'lsa Xunajinni ham 23-24 deyishib boryapti-yu. To'g'ri. Xudo xolasa bugunga mana shu videomiz, mana shu mollarimiz aka. Hammaga aka 2025-yil zo'r keldi. 2026-yil bundan ham zo'r kelsin. Xudo xolasa. Kimki orzu qilgan bo'lsa 2025-yilda yetisha olmagan, 2026-yilda yetishsin aka niyatlariga. Gap yo'q. Aka-ukalar, Sizga ham, bizga ham chiroyli keldi aka. Aka-ukachiligimizga ko'z tegmasin. xudo xolasa. Mashmollarimiz. Bundan ham zo'rlarini olib kelamiz endi aka yangi yilda. Gap yo'q. Aka-ukalar, xudo xolasa imkon darajasida ma'lumotni berdik. Tushunmagan joylarda ekranda nomerlar bemalol aloqaga chiqib